Voy tuppoy qaysi jinni senga bu telefonni PUBG uchun eng zo'r telefon deb sotdi? Hamma arzonchilar shunaqa deyapti. Shunday desa ola olasanmi? Ahmoq, mendan so'ramadingmi? O'zingiz arzon qilmadingiz-ku? Hozir arzon qilaman, qarab tur. Sotuvchilar senga o'xshagan yosh bolalarni aldab qo'ymaslik uchun bu telefon haqida haqiqatlarni gapirib beraman. Tushundingmi? Ha, aka. Qarab tur, boshladik. Bismillah. Bismillah. Konnichiwa. Kabel chiqadi. 35 vatli kalla ham chiqadi. O'sha iploski qo'l ham chiqadi o'sha. Haribga o'xshab qizlarni rangidan olyapsan. Chort. Yor otashiga olma uni lola. Lola. Telefonda batareykasi zo'r, 6,5 mAh. Bemalol kimga yetadi? Telefonda stereo dinamiki bor. Tepada ham pastda ham kolonka ishlaydi. IP65 changdan va namdan ozgina himoyasi bor. Lekin tualetga olib kirib yurma, tushib ketsa umuman ishlamaydi. Telefon Android 15 ishlaydi hamda sun'iy intellektlari bor. Telefon qishki kunida -20 gradusda ham qotmasdan ishlab beradi. Yo'g'i? Yeb olgan telefoningni harom tomonlarini gapiraman. Xafa bo'lmaysan endi. Xo'p. Telefon displeylari 3 ga bo'linadi. TFT eng pastki qism, o'rtachasi IPS, eng zo'ri amaliyot bo'ladi. Bunda bo'lsa eng itdan tarqagani TFT bo'lib yotibdi. Xullas kalom telefoningni displeyi Tetris displey bilan bir xil. Telefonning kamerasi 108 megapiksel bo'lgani bilan juda xira. Nokia 1202 ning kamerasi bilan bir xil. 1202 ning kamerasi yo'q-ku? Bunikini ham yo'q deb qo'ysang bo'laveradi. Eng xoram joyi bu telefonda prosessorida ham eski, ham sifatsiz prosessor qo'yib qo'ygan. Snapdragon 685 juda musor prosessor. PUBG dan necha ochadi bilasizmi? Necha FPS edi bu telefonda Aslanboy yutsam bo'ladimi? Aslanboy bu yoqda tursin. Chingizda ham yutolmaysan bu telefonda. 45 FPS da yig'lab yurib zo'rg'a ochadi. Aslanboy bu telefonda sen bilan o'ynasa, chichib yurib o'tib ketadi. Olganimga afsuslanib ketyapman. Antutudagi ballarini aytmay qo'yar-ya, miyavlaborasan. Xalqim uchun haqiqatlarni gapiraman. Bu telefonda PUBG uchun va kamera uchun umuman maslahat bermayman. Bu telefonning hozirgi kundagi narxlari 128 taligi $160, 256 taliklari $190 sotilyapti. Bu ukamiz shu telefonni olib, yeb qo'yibdi. Agar siz ham yeb qo'yishni xohlamasangiz, Telegram X mobiliga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bu yerda faqat rostini gapirib sotishadi. Aka, endi bu telefonni nima qilaman? $50 nazatiga sotib kelasan. Tur yo'qar.